Jing Jinshan. 3 yil oldingi Lucionni eslasam, sen ham u yerda eding. Muqaddas xonim, menda kuch bo'lsa ham jur'at etolmayman. Bu hazil. Jur'at etolmagan bo'larding. Agar Wu Tingxian qo'lga olinsa, bundan foyda olishing mumkin. Muqaddas xonim. Kichkina ahmoq qiz. Yana biroz kutib tur. Dorini qabul qilganimdan so'ng o'lasan. Mening mo'jizaviy dorim. O qayerda? Rakshasa. Buni kim qilishga jur'at etdi? Sen yaramas axlat. Seni topib albatta o'ldiraman. Kim? Asosiy nasl va Tingxian yo'llarida tog'lar topildi. Muqaddas qiz sizga tez odamlarni topib yuborishni Men hozir buyurdi. boraman. Bu shaytoniy mazhab a'zosi. Birma-bir shafqatsiz va qasoskor. Yo'q. Men yashirinadigan boshqa joy topishim kerak. Qayoqqa ketyapsan? Men saroyga chiqmoqchiman. Sayr qilish, yuk kerak senga. Balki sen biror ishni qo'zg'atgandirsan. Ayyo'g'a.